Hürmetli vatandaşımlık şeyimizi devamlaştırıyoruz. Yetti devlet güruhu. Xalqaro Deniz Okeani Hakimler Soti qarori e'lon qilishdan burun Jungo to'g'risida yetti davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari hukm e'lon qildi. Mavzuli xabar 4-oyning 12-kungi kun Twitter betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yaponiyaning Guangdao o'lkasida chaqirilgan, shu Guangdao o'lkasini tarjima qilamiz, Hiroshima yoki Nagasaki ikki o'lkaning biri. Guangdao o'lkasi chaqirilgan 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari yig'ini 4-oyning 11-kuni Yaponiyaning tashqi ishlar vaziri An Tianwen Guangdao xitobnomasi va Dengiz okean bexatarligi bayonoti e'lon qilib, oxirlashgandan keyin yig'inma yepildi. Dengiz okean bexatarligini qo'g'dash bayonoti gerçi Jungo degan ism tilga elinmagan bo'lsa-mu, lekin Janubiy Jungo dengizi va Sharqiy dengiz masalasida ko'p to'xtalib, ochiq dengizda erkin qatnashni, havoda erkin uchishni qo'llaydiganligini bildirib, talash tortishni Hakimlar Soti xalqaro sud orqali hal qilishni ta'kidladi. Bu sud qildigisan saqchisi olmaydi, ishda qarab turadigan yoki bir taraf qiladigan, shuni buni Hakimlar Soti deydi ekan. Deniz okean bexatarligi bayonotida mundaq ko'rsatildi. 7 davlat tashqi ishlar ministrlarining bayonoti. Biz 7 davlat guruhi ochiq dengizda erkin qatnashni, erkin uchishni va boshqa xalqaro belgilamalariga uyg'un harakatlarda bo'lishni qo'llaymiz. Hamda dengizda maxsus iqtisod rayonida tinchlik uchun ishlatish huquqi bor deb qaraymiz. Har kimning tinchlik uchun ishlatish huquqi bor deb qaraymiz. Buningdan boshqa aloqador dengiz okean rayonida ishlatish huquqi va erkinlik huquqi bor deb qaraymiz. Jumladan xalqaro qonunlarga uyg'un holda shu rayondan ziyonsiz o'tish huquqi, chegaradan o'tish huquqi, tashqi taqim arallar dengiz bo'ylaridan ziyonsiz o'tish huquqi bor. Har qanday davlatning shunday o'tish huquqi bor deb qaraymiz. Bayonotda Sharqiy dengiz va Janubiy dengizning hozirgi holati ko'ngil biladiganlik ko'rsatildi va talash tortishlarni tinch yo'l bilan hal qilishning muhimligi ta'kidlandi. Bayonotda mundaq ko'rsatildi. Hozirgi holatni o'zgartirish, populizm bilan vaziyatni jiddiylashtirish, yuqori besim, ig'vogarchilikka qattiq qarshi turadiganligini bildiramiz. Yoki shunday qilib bildirdi bayonot. Zo'r ko'lamda to'p-tundurib orol yasash, harbiylashtirish, harbiy ishlarga ishiltish qatorliq harakatlarda har qaysi davlatlarning o'zini tutib olishi to'g'risida bir qaysi davlatlarga talab qo'yildi bayonotda. Xalqaro qonunlar bo'yicha harakat qilish talab qilindi bayonotda. Bayonotda yana mundaq ko'rsatildi. Barliq davlatlar samimiyatga amal qilish kerak. Samimiy bo'lish kerak. Xalqaro qonunlar bo'yicha ish qilish talab qilindi. Dengiz okean ishlarini tinch boshqarish va talash tortishni besiqtirish, izlanish talab qilindi. Demak, 7 davlat guruhining tashqi ishlar ministrlari bu qatam Yaponiyada ochilgan yig'inda maxsus dengiz okean bo'lib, Janubiy dengiz, Sharqiy dengiz to'g'risida yuqori qadar bayonot e'lon qildi. Avstraliya strategik tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Andrew Davis mundaq ko'rsatdi. Amerika xalqaro siyosiy qo'llashga hojatman edi. 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlarining bayonoti balki Amerika navbatda qo'lga keltirgan eng zo'r natijadir. Junxo Xalq Jamiyati Tashqi ishlar ministrligi 4-oyning 13-kungi kun darhol bayonot e'lon qilib, bu go'raga elish,
Cenubi Deniz meselesini köptürüş dep tanqid qildi. Demek Yeti Devlet Guruhi o bayanatni e'lon qildi. Keyinli Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Tashqi ishlar ministerligi bayonot e'lon qilib nima dedi? Bu göregi elish yoki köptürüş deniz, Janubiy Deniz meselesi köptürüş deb tanqid qildi. Bayonotchi Lokan mundaq ko'rsatdi. Ayrim davlatlar shaxsiy manfaat uchun göregi elib, Janubiy Deniz meselesini köptürüp etdi. Cungu Janubiy Denizde orallarda hada taşladı əsləhələrini yasağanlığı bütünley Cungu'nun egilik hukuku dairesideki işler. Cungu'nun Tashqi ishlar ministeri Wang Yi 7 devlet guruhi Tashqi ishlar ministerligining yig'ini echilishdan burun mundaq ko'rsatgan edi. Bazı devletler özlerinin siyasi məqsədləri üçün tarixdən qalıb qalğan həm də territoriya və egilik hüquqlarını 7 dövlət Tashqi ishlar ministerliğine elib kirişi meselenin həll buluşuğu faydasız bulupla qalmasından belki bir ayından muqamlığı təsir görürsündür. Eniq ki, bundaq qılıqni qubul qilishqa bolmaydı. Devletler oturuş diplomatik münasebetler bulup turdu vatandaşım. Hazır kahvaldan qarığa vaxtıda ende Cungu hükümeti zor besim, zor halkara besim doğru geldi degen gap. Burun kadar kendi qattiq bayanat e'lon qilishim bo'lmasligi mumkin. Eng bugün bir yerde Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi 7 davlatning tashqi ishlar ministrlarining bayonoti mushur ayında Janubiy Jungu dengizi mayli Sharqiy dengizda urush yoki ig'vogarchilik yoki to'qinish yoki harbiy to'qinish bo'lishning oldini olish uchun shunchalik tirishchanlik ko'rsatib, xalqaro diplomatiya sohasida davlatlar aro qo'llashni qo'lga kelib turib, Janubiy dengizga shunday bir vaziyatni yaratdi. Endi Jungu'nun bundan pozitsiyasi qanday bo'ladi? Mesela Wang Yi efendi Tashqi ishlar ministeri bayonotchilar yana qanday muomala qildi? Bu yerda eng asosli gap boshda aytgandek Harry Harris admiral aytgandek Jungu'nun sharqi va janubiy dengizga dengiz hukmroni bo'lish yoki dengiz zo'mig'ari bo'lish uchun urinish degan gap bugun tunji qatam Amerika siyosiyonlarining og'zi o'ttirg'i chiqdi. Shuningdan qaraganda endi yana birisi eng muhimi siz bilan bizning diqqat qildiganimiz haliqi jumla. Mushu 2 oy ichida Amerikada dengiz, okean va boshqa davr qilgan holda Amerikaning siyosatida bir davriy o'zgarish, davriy xarakterli aylanish bo'lib o'tdi deydi. Endi shuningdan keyin John McCain, Harbiy ishlar komitetining raisi John McCain efendi nima deydi? Navbatda Amerikaning siyosat nishonini buraydigan vaqt yetib keldi deydi. Demek eğer Xitoy tadqiqotchilar va mutaxassislarning nazarida Davlat Mudofaa ministri Ashton Carter, Harbiy ishlar komitetining raisi John McCain efendiler Amerikada qo'l siyosiyonlar deyilsa, shaxsan men bu ikki arbobni qo'llayman. Haqiqatan Amerikaning siyosati o'zgaradigan bir davrga yetib keldi.